Xabar oling aka-ukadan. Ular borki, kulfatlar nari. Sog'inasiz kun o'tgan sari. Sog'inmasin mehrli bag'ri, xabar oling jigar bag'ridan. To'y qilsangiz bel bog'lar ular. Xizmatingiz qilguvchi shular. Ayrilganda bo'ri g'ajir der. Kuyib ketmasin ajru savoblar. Xabar oling aka-ukadan. Opa-singildan, axir singillarga boshchidir aka. Quruqlovchi, soqchidir uka. Ilohim, dilni faqat mehru oqibat yoqsin. Borligiga ko'ngil, faqatgina tahsinlar aytsin. Xabar oling jigar bag'ridan. Odatda ko'pincha holatda endi uyda o'tirgan ayollarimiz o'zlarini hech kimga keraksiz, xuddiki umri zoya ketayotgandek his qilishadi. O'qimayman, ishlamayman, uyda faqat ertalabdan kechgacha uy ishlarini qilaman, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanaman deb o'zlarini shunaqa qandaydir bir keraksiz qilib his qilishadi-da. Shunga aytmoqchimanki, siz birinchi o'rinda ayol qizlarimizga murojaat qilyapman. Uyda o'tiribsizmi? Siz farzand tarbiya qilyapsiz. Farzand dunyoga keltiryapsiz, tarbiya qilyapsiz. Farzandingiz ona mehrida katta bo'lyapti va birinchi o'rinda siz umringizni yo'qotmayapsiz. Siz umringiz ketayotgan umringiz, vaqtingiz evaziga inshaalloh ertaga albatta buni mevasini olasiz. Chunki siz nihol katta qilyapsiz. Faqirni boyib ketishi imtihon. Boyni qashshoqlashib qolishi bu ham imtihon. Farzand dog'i imtihon. Og'ir xastaliklar ham imtihon. Aslida insonga sinovlarni kelish emas, balki odamni o'sha sinovlardan chiroyli o'ta olishligi muhim. Boshiga shunday sinovli kunlar kelganida sabr qilgan kishiga ajr mukofot bor ekanligini doim xayolida tutishi kerakda, o'ylab yurishi kerak, haqida ishonish kerak bunga. Imtihonlar orqali inson shuni anglaydiki, har bir jon va mol dunyo Yaratgan tomonidan berilgan omonat va u xohlagan vaqtida oladi omonatini. Qaytarib olishi mumkin, to'g'rimi? Musibat qanday qilib ne'mat bo'ladi degan savollar ham tug'ilishi bu tabiiy. Buni javobi hadislarda. Xalqimizda dono bir naql bor. Jahl chiqqanda aql ketadi degan. Rostdan ham jahl chiqqanida til aqldan uzilgan holda sayraydi-da. Tildan chiqqan ahmoqona har qanday so'z esa o'zga bir insonning eng nozik joyi qalbini yaralab vayron qilib ulguradi. Chunki jahl insonning asl qiyofasini namoyish etadi-da. Albatta keyinchalik har qanday vaziyat iziga tushib ketar, lekin chandiq baribir qoladi. Odam g'azabini jilovlay olmasa agar, atrofga zahrini sochaversa, inson bo'lib yashashdan ne hojat? Zero tilning go'zalligi sukut bilan. Afsuski, ig'vo, g'iybat, muhokama kabi jirkanch odatni oqibatini eslatsangiz ham buni anglashni istamaydigan odamlar bor. Vaholanki bu haqida doim bong urib gapiriladi, bilimlar beriladi, ammo insonda xohish bo'lmasa qiyin ekan. Donolarning bir gapi bor. Odam bolasiga nasib etmaydigan bilim yo'q, bilimdagi nasibasini rad etadigan odamlar bor. Shuning uchun hayotda nima ish qilsangiz ham bilingki, sizni tanqid qiladiganlar albatta topiladi. Sizni to'g'ri yoki noto'g'ri yo'lda ekanligingiz ularga ikkinchi darajali, birinchi o'rinda ularga tanqid qiziq. Shundan rohatlanishadi. Tan olaylik, oramizda bor-ku shunday insonlar. Insoniyat borki g'iybat va muhokamalar bo'lib kelgan. Shunday ekan, bundan aziyat chekishni hojati yo'q. O'zgalarning gap so'zlariga qarab umr kechirish nodonlik. Oilani o'rni qanaqa erkak kishining hayotida? Ertalab ishga va kechqurun uyga talpingan inson baxtli inson. Albatta. Kechqurun uyga talpinmadingizmi? Savolning javobi aniq. Albatta. Hadasi eng zo'ri o'zingiz deb tursa bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Vaqt qadri kuzatib boring. Yomon odam yo'q, yomon odatga ega, rasvo qiliqlarga ega insonlar bor. Dunyoga biz farishtaday pok holimizda kelamiz. Qayerda ko'rgansiz 3 yoshli qotilni?
yoki 4 yoshli g'iybatchi, dilozor, zinokor farzandni. Odamni u yashagan oila, jamiyat, maktab, bog'cha shakllantiradi. Shuning uchun yomon odam demang, uning falon odati yomon deyish yetarli. Shu tarzda nafaqat o'z fikrimiz poklanadi, balkim boshqalarga ham yaxshilik urug'ini sochgan bo'lamiz. Zero har bir yomon xulq ortida bir jarohat yotadi. Har bir insonning yaxshilikka layoqati bor. Faqat unga imkoniyat, muhit va to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi dalda kerak. Bugun u xato qilishi mumkin, lekin ertaga to'g'ri yo'lni topishi ham mumkin. Sizni qalbingizga ozor berishdimi? Kechira olmay qiynalyapsizmi? O'tmish bilan yashashda iztirobli og'riq yo'q. Har safar o'sha xotiralar uyg'onganda qalbimiz og'rib, yana o'sha azoblarni his qilamiz. Xafagarchiliklarni eslaganimiz sari ko'ngil xira bo'lgani qoladi. Va umr davom etarkan, birda quvonchli, ba'zan tashvishli damlarni siz bilan biz boshdan kechiramiz va tabiiyki, qiyin kunlar yuragimizda, xotiramizda mahzun izlar qoldiradi. Qadrdonlar, bu boradagi fikrlarimizni 10-sentyabr kuni bo'lib o'tadigan onlayn darsimiz orqali bafurcha gaplashish niyatim bor. Darsimiz bepul. Maxsus Telegram kanalimizga o'ting, faqatgina vaqt ajratsangiz bo'ldi. Описаниеda qoldirilgan link orqali bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'ling.